Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 11-iyun sanasi mana chuvalchanglarni oziqlantirdik. Bu oddiy sabzi qoldiqlari odatda chiqindiga tashlanadi, lekin Kaliforniya yomg'ir chuvalchanglari uchun juda yaxshi ozuqa hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, juda yaxshi holatlarda. Mana tuxumi ham bor. Oziqlantirgandan keyingi holatini ham ko'rsatamiz video davomida. Mana do'stlar, juda yaxshi holatlarda. Chuvalchanglar bu organik qoldiqlarni qayta ishlab biohumusga aylantiradi. Biohumus esa eng kuchli organik o'g'it hisoblanadi bugungi kunda. Hozir organik mahsulotlarni shu biohumus orqali yetishtirilyapti, hech qanday kimyoviy vositalarsiz. Mana do'stlar, bu 20-iyun sanasi chuvalchanglarimiz bergan ozuqalarimizni yegan holatini ko'rsatamiz. Mana bismillah. O maşallah, mana juda go'zal holatda ko'ryapsizlar. Mazza qilib yeyishyapti. Chuvalchanglar tez ko'payadi bu ozuqalar natijasida. Chuvalchanglarda ko'payishiga 3 muhim narsa kerak. Birinchisi namlik, ikkinchisi sifatli ozuqa, uchinchisi quyoshdan himoyalangan joy. Mana biz bu yerda qamishlar bilan yopib qo'yganman. Mana shu sharoitlarda ular juda tez ko'payadi. Mana do'stlar, sug'orish jarayoni mana ko'ribsizlar, juda chuvalchanglar mazza qilishyapti. Bismillah. Mana bismillah, mana chuvalchanglarni ko'raylik. Okey. Mashallah, mana juda zich. Mana do'stlar, biohumuslarimiz tayyor, mana 100% tayyor holatda. Mana granula holatida. Juda ajoyib bog' va issiqxona egalari uchun ajoyib holatda turibdi. Mana kimga biohumus kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying va kommentariyada fikrlaringizni yozib oldindan rahmat.